Baliq oviga keldik. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kichkinagina ariqchamizda baliq chiqyapti. Kunbozor ozgina ariqchada baliqlarimiz mo'l ko'l. Mana hozir bitta aka o'tirib ketuvdi bu yerda Kobukda aka. Uni joyiga o'tib oldim hozir. O'zim pastda turdim. Короче, natija yo'q emas, bor. Natijamiz bor. Endi hozir quyosh botyapti. Endi yurib qoladi bu yog'iga, yaxshi yuradi. Karas. Движенияsi ham bo'lashadi bu oqimlik. Yaxshi joy akalar. Birovda 300-400 kilo baliq ichib ketibdi mana katta hovuzda. Mana shu ariqqa ketibdi. Eng qizig'i bu ariqda nariyadagi katta kanalga ham o'tib ketgan. Katta kanalga tashab ko'rdik. U katta kanal kengligi uchun baliq topib yemingizni urguncha ancha vaqt o'tirib qolasiz. Shuning uchun men sizlarga o'tirmasliklar uchun mana yo'l, shiypon, Kunbozor bu yoqda Axtachi. O'yda ham zo'r joy bor. Shu teralar taydi. Marinkani uyasi. Uyga ham o'tamiz. Tepetdagi buguncha mana shu yerda. Uyda ham video qilib tashlaymiz. Uyga aparchilar bo'lsa, kelib maza qilaverasizlar. Sazanlar ham olishyapti. Kecha bitta aka 1 kilo 700 sazan olibdi. Ishtira aytaydi. Joylar ko'p. Ahvolda quruq ketmaysizlar. Mana uni uryapti mana. Buni ham uryapti, buni ham uryapti. Maydaroq emas, lekin nari kattaroq o'xshaydi, bo'lishi bo'lakcha. Hozir ko'zinglarga bitta olib chiqamiz. Kuzatishda davom etinglar. Kunbozor. Mana. Uruv bo'lakcha. Oqqan suv. G'o'zaga qo'yadigan suv. Bug'doy g'o'zalarga qo'yadigan suv. Shu yerda baliqlar mo'l ko'l. Ko'pi nimaga ketdi buni? Katta kanalga ketdi-da. Katta kanalda endi bir oydan keyin, bir oy emas, mana shu yangi oyda o'rtalaridan 15 kun, 20 kun ichida nari katta kanaldan yaxshi natijalar olasizlar. Hozircha mana o'tiribmiz. Mil qilyapti kavni ham. Ko'proq monondan olaman deb turibman cho'ta. Движенияsi bo'lashadi. Qattiq uryapti. O ana. Yana har doimgidek mana shu hovuzga qo'yaveraman baliqimni. O'shaganim kecha ham qo'yverdim, bugun ham qo'yveraman. Mazza qilib yashasin normalniy baliq, o'rtoqlar. Kunbozorda karaslari yasha meni davrimda. Ket. Rahmat aytib qo'ymading-a. Nechta qo'yverdim bilmayman bu hovuzga. Kimdir nasibasi. Hovuz mahallaniku. Bir yili olishib 4 kilo, 5 kilo, 3 kilolik sazanlar olishib oluvdim. Yana kimgadir nasib qiladi-da. Sog' bo'linglar. Qo'yverdim ana akalar.